Assalomu alaykum hammaga. Mana 1-2 kun video ololmadik, vaqt bo'lmadi. Bugun olishga qaror qildik. Quyonlarimiz deyarli hammasi to'qdi. Hozir ko'rsatib chiqaman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu birinchi tuqqan quyonimiz ana bular. Xudoga shukr, yaxshi. Hammasini ko'zi ochilib, bugun ularga 17 kunlik bo'ldi. Kichkina avzorcha qilay. Bu keyingi tuqqan quyonimiz. Mana onlarning ko'zi ochilib ancha yaxshi bo'lib qolgan. Quyonimiz 16 ta tuqqan. Keyin bolalarini bo'ldik, boshqa tuyonlarga ham qo'ydik. Bir ikkita batareya ham bo'ldi. Endi Xudoni bergani. Bu quyonimiz 14 ta tug'di mana. Hop, bu 16 ta tuqqan 2 kundan keyin. Hop, bunisi 10 ta tug'di. Mana. Bu yaqinda tug'di. Hop. 15 bo'lsa 3 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi. Mana bolalar. Onasi ko'mib qo'yibdi sovqotmasin deb, kun salqin bo'lganga. Ko'mib qo'yaylik, mayli. Mana quyonimiz. 3-chi quyonimiz. 11 ta tug'di. Hop, hozir bu yerda yana bor. Mana burgun quyonchalarimiz. Bular eng kattalari. Ularga bugun 25 kunlik bo'ldi. Teshikchadan o'tib qaytib yuribdi. Yana tagidagi. 25 kun bo'ldi. O'z bularni bu yoqqa ko'chirdim. Tagini tozalash uchun quruq apurkalar to'shab ko'chirdim. Ichkarida 7 ta bolasi bor. Xudo shukr, hammasi yaxshi. Katta qilyapti. Hop, endi bu yerda bular erkak quyonlar. Suni ochmasin deb ish bostirib qo'ydim. Suni ochyapti.